Assalomu alaykum azizlar. Biz 3-bo'limni birinchi darsida soft skills haqida suhbatlashdik. Ya'ni yumshoq ko'nikmalarni o'zimizda shakllantirdik. Ikkinchi kunimizda esa biz qadriyatlar haqida suhbatlashdik. Bilasizmi? Kimnidir hayotida o'zgarish bo'lishiga avvalo o'sha insonning o'zi sababchi bo'ladi. Kimdadir hech qanaqangi o'zgarish bo'lmasligiga ham o'sha insonning o'zi sababchi bo'ladi. Bugun biz maqsadlar haqida suhbatlashamiz. Maqsad. Nima u? Maqsadlar bizga nima uchun kerak? E'tibor berganmisiz? Ko'pgina insonlar tushkunlikka tushishadi. hayotiga bo'lgan qiziqishlar so'nishadi. Ishiga bo'lgan qiziqish so'nadi. Nima uchun? Yo ularda maqsad yo'q yoki maqsadlari yo'lida harakatni to'xtatishgan. Maqsad bu nima? Maqsad sizga oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Siz hozir turgan joyingiz bu sizni hozirgi holatingiz. Sizni orzuyingiz bor. Orzu. Maqsad sizni ana shu orzuga iltuvchi yo'l. Reja. Reja asosida harakatlanib borishimiz bu bizning maqsadimiz. Maqsadimiz shu orzuyimiz amalga oshishi. Maqsad insonning hayotini go'zallashtiradi. Maqsad turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, bugundan boshlab insonlar hayotiga yaxshi bir baxtli kunni ulashaman. Bugundan boshlab men insonlar hayotini yanada go'zallashishiga sababchi bo'lishim mumkin. Yoki kimningdir tabassumiga sababchi bo'lishni istayman. Maqsad turlicha bo'ladi. Kimdir boy bo'lishni istaydi, kimdir esa ishda yoki shaxsiy hayotda muvaffaqiyat qozonishni xohlaydi. Maqsadlarimiz turlicha bo'ladi. Aynan bugun biz maqsadlarimizga erishish uchun biz nimalar qilishimiz kerak, aynan shu haqida suhbatlashamiz. Maqsad. Avvalo maqsadni siz to'g'ri qo'ya olishingiz lozim. Maqsadingiz sizni hayotiy ssenariyingizga to'g'ri keladi. Tasavvur qiling, men hozir aynan shu damda turib shunday maqsad qilishim mumkinki, u maqsadga hech qachon amalga oshmasligi mumkin. Chunki mening hayotim, mening harakatlarim u maqsadlar amalga oshishiga qaysidir ma'noda harakat yetarlicha bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun birinchi sizga berayotgan tavsiyamiz, maqsadingiz hayotiy missiyangizga to'g'ri kelishi lozim. Bu birinchi tavsiyamiz. Ikkinchi tavsiyamiz esa maqsadingizga eltuvchi yo'llarni aniq qilib belgilab oling. Masalan, siz yuqori lavozimga ko'tarilishingiz uchun bir nima qilishingiz kerak. Sizning maqsadingiz yuqori lavozimga ko'tarilish. Sizga savol berish mumkin shu vaziyatda. Siz yuqori lavozimga ko'tarilish uchun siz hozir nima qildingiz? Yoki nima qilyapsiz? 90-95% insonda hech nima degan javob bo'ladi. 5 yoki 10% insongina faqatgina aytishi mumkin. Maqsadim yo'lda har kuni harakat qilyapman. Qanaqa harakat qilyapsiz? Maqsadga eltuvchi yo'llarni siz aniq belgilab olishingiz lozim. Ya'ni har biri yozma ravishda bo'lishi mumkin. Keling, bunga bir ajoyib bir misol keltiramiz. Nima uchun ko'pchilik insonlar maqsadga erisha oladi yoki ko'pchilik insonlar maqsadga erisha olishi mumkin? Amerikada bir universitetda tajriba o'tkazilibdi. Tajribada 100 talaba ishtirok etibdi. Shunda talabalarga savol bilan murojaat qilishibdi. Kimning maqsadlari hali noaniq? 87 nafar talaba qo'l ko'taribdi. Maqsadlarimiz hali noaniq deb javob berishibdi. Kimning maqsadlari bor va u har doim kallada turadi deb savol berishibdi. 10 ta talaba qo'l ko'taribdi. Va uchinchi savol quyidagicha bo'libdi. Kimning maqsadlari bor va u maqsadlari maxsus varaqlarga tushirilgan. Bloknot bo'lishi mumkin, daftar bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q. Yozib qo'yilgan. Bor yo'g'i 3 ta talaba qo'l ko'tardi. Oradan 10 yil vaqt o'tibdi. Natija qanaqa bo'lgan deb o'ylaysiz? Natija ajoyib, qiziqarli holat kelib chiqdi. Maqsadlari noaniq 87 nafar talaba jamiyatning eng qaysidir ma'noda quyi qatlamida bo'lishibdi.
Ular haydovchi bo'lishi mumkin, usta bo'lishibdi yoki ma'lum bir kichkina do'konda sotuvchi vazifasini bajaribdi. Yana kimlardir bir kunlik xizmat ishlariga chiqishibdi. Ular oliy ma'lumotli. Maqsadning naqadar ahamiyatga ega ekanligini biz sizga hozir tushuntirishga harakat qilyapmiz. 10% talaba maqsadlari bor, ya'ni har doim kallasida turadigan talabalarning hayoti har doim ularni ishlari bir maromda ketadigan. Ular bo'lim boshlig'i, ma'lum bir guruhlarga rahbar yoki ma'lum bir tashkilotlarda katta o'qituvchi, o'qituvchilik lavozimlarida ishlay boshlashibdi. Ya'ni o'rta qatlamga chiqib olishibdi. Hayotlari ham xuddi shunday, oddiy, barcha singari. Va 3 nafar talabani kuzatishgan vaqtida kuzatuv natijalari juda ham bir chiroyli va hayratlanarli darajada bo'ldi. Ya'ni ular maqsadlarini yozganliklaridan ko'ra ko'proq narsaga erishibdi bu hayotda. Ko'proq narsaga. Bizning maqsadlarimiz qachon moddiylashadi? Qachon amalga oshadi? Qachonki biz uni moddiylashishi uchun harakat qilgan vaqtimizda. Siz o'zingizga savol bering. Meni qanday maqsadlarim bor? Nima uchun siz bu dunyoda yashayapsiz? Bu birinchi savolimiz. Ikkinchi savolimiz. Maqsadingiz uchun siz har kuni maqsadga eltuvchi yo'l uchun siz qanday harakat qilyapsiz? Hamma qatori harakat qilsangiz, sizni tabriklayman. Siz hamma qatori, hamma erishgan lavozimda turasiz. Agar sizning maqsadingiz ulardan kuchliroq va yaxshiroq bo'layotgan bo'lsa, unda siz yaxshirog'iga munosibsiz. Agar sizning maqsadlaringiz yozma ravishda yozilayotgan bo'lsa, agar qisqa vaqtlarda bu maqsadlar moddiylashadi azizlar. Maqsadimizni yozish nima uchun kerak deb savol berishingiz mumkin. Har qanday yozilgan maqsad sizga har doim kuch beradi. Agarda maqsadlaringizni har kuni bir marotaba, bor yo'g'i bir marotaba uyquga ketishdan oldin takrorlasangiz, maqsadlarga erishish ehtimoli shunchalar yuqori bo'ladi. Va keyingi tavsiyamiz, maqsadingizga eltuvchi insonlar bilan birga bo'ling. Maqsadingizga tezroq boruvchi insonlar davrasida bo'ling. Har bir insonni o'zini va o'zgalarni bilishi bu muvaffaqiyatga eltuvchi eng katta sirlardan biridir. Azizlar, keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.